Bundan keyinga to'y bob zo'r 10 million 12 millionlik qo'y bo'ladi inshaalloh. Aka deganda 60 kilo xudo xolasa. inshaalloh xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lib, like bosishga arziydigan narx bo'ladimi inshaalloh? Yangi kanal xudo xolasa yangi ilojini boricha yordam qilamiz kanal rivojiga. Narxlar iloji boricha yengil qilib beramiz. Xotirjam bitta aqiqa marosimda xotirjam bemalol o'tkazadi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chorvador Oybek YouTube kanalining ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunday qo'y, qo'zi, qo'chqar ishqibozlari, qadrli aka-ukalar, Chorvador aka-ukalar, obunachilar hamda kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa yangilik qilib bir kanal ochdik. Inshaalloh kanalni qo'llab-quvvatlab, like bosib, komment yozib tursalaring, inshaalloh chiroyli kanalni yuritamiz. Boqish sirlari, o'zimizda ham dalada qo'ylar bor, chiroyli qilib kontentlarni qilib berishga harakat qilamiz. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur qishloq, arzonchilar, optimchilar qishlog'idan Ravshanbek akamning xonadoniga yetib keldik. Assalomu alaykum Ravshanbek aka. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Xo'p, yaxshi boshlabsiz. Xudo xolasa hurmatli obunachilar. Hammalaringizga assalomu alaykum. Endi yangi kanal, xudo xolasa yangi ilojini boricha yordam qilamiz kanal rivojiga. Narxlar iloji boricha yengil qilib beramiz. Siz obunachilar uchun xudo xolasa duoda bo'lib turinglar, like bosib, qo'llab-quvvatlab obuna bo'linglar, xudo xolasa qo'ydi arzonlardan, svejlardan chiqaramiz. Ravshanbek aka, bitta gapda, avvalo shunchalik olib kelib sotyapsizlar, Alloh taolo sizlarni barchani kasb-koriga baraka bersin. Qo'ylar yaxshi sotilsin. Kanalga obuna bo'lib, like bosishga arziydigan narx bo'ladimi inshaalloh? Xudo xolasa kuzatib borsin, obuna bo'lsin, obuna bo'lishganiga afsus qilishmaydi. Gap yo'q, mashalloh. Aka o'tayamizgacha bo'ladi. Aka bo'ladi 7 ishtilari, dastavka xizmati, sog'lik salomatliklariga qancha vaqt muddati bor, kafolat muddati inshaalloh. Bir hafta bemalol sinov olishaveradi yebicharni. Jon Allohniki. Albatta jon Allohniki. Sog'lom. Hop, yebicharga bemalol bir hafta sinov olishaveradi. Yemini yeb turgan qo'ylar, badani yaxshi. Hop, oldi shik o'tibdi. 12 oylik qo'zi qo'chqorlar. Bo'ylari 80 atrofida. 80 ga beraveramiz. 80 plus minus 80 ga berilaveradi aka. 80 ga berilaveradi. Mashalloh. Yana bir bemalol agar qiziqqanlar bo'lsa lokatsiya ham tashlab beraveramiz. Yoki bir chekkadan chiroyli yana yoritib, videolarni qilib, yana to'liq informatsiyasini beraveramiz. Qo'ylar pullariga arziydi xudo xolasa. Albatta qo'ylar mashalloh juda go'zal, chiroyli qo'ylar aka. Aka, bular narx-navosi qanaqa? Qo'yni ming maqtamaylik, narxi ma'qul tushsa oladi inshaalloh. Narxni qulay qilib bering inshaalloh. Telefon kelsin, qo'yni sotaylik. Xudo xolasa narxlar yo'lida. Behjon. Mana qo'yni ko'ryapsiz, mana shu qo'y. Ayiq polvon legenda ekanda qo'yam o'zi. Mashalloh. Bemalol har tomoniga ko'rishaveradi. Aytadi. Albatta. Xotirjam bitta aqiqa marosimda xotirjam bemalol o'tkazadi. Dumba razrezlar, kastanglar, ayiq polvon ekanda qo'yam aka. Boshqa bo'lmadi deganda 60 kilo. Yo'q deganda. Yo'q deganda 60 kilo xudo xolasa. Inshaalloh xudo xolasa. Endi hammasi bir tekis emas, lekin qo'ylar yaxshi. Narxini arzon qilib beramiz. Xo'p, obuna bo'linglar, xudo xolasa. Siz ham kanal ochibsiz, rivojini bersin. Xudo xolasa xayrli, barakatli bo'lsin. Yilga ko'p foydasi tegadigan yaxshi chiroyli rivojlansin. Amin. Mana ular yo'lda qilib beramiz, xudo xolasa. Oybekjon. Aka. Shu telefon qilsa, chiroyli qilib beramiz. 5 million so'mdan xudo xolasa optimga beramiz. 5 million so'mdan. Xo'p, hammasini oldim deyishadim, bitikda oldim deyishadim, ilojini boricha yo'lda qilib beramiz. Xayriga bir nima o'tib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Buni 5,5 deb yoki bir albatta 58 deb bundan kelishni keragi yo'q. O'zi qo'y ko'rinib turibdi. Inshaalloh mashg'ullar aka-ukalar, obunachilar bu yildan keyinga to'y bob zo'r 10 million 12 millionlik qo'y bo'ladi inshaalloh. Aka-ukalar bo'lmasa biz birinchi partiyamizni yakunladik, navbat ikkinchi partiyaga. Aka-ukalar, biz ikkinchi partiyamizni boshladik. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentda narx arzon bo'lsa, arzon bo'ldi, otangga rahmat deb yozib ketasizlar. Sababi Ravshanbek ham o'sha gap bo'yicha qolayaptilar. Narxlar zo'r bomba bo'ladi inshaalloh aka. Narxlarni o'tda ham qulay qilib beramiz. Obuna bo'linglar, xudo xolasa afsus qilmaysizlar. Gap yo'q aka. Akalar rahmat o'zingizga ham yozishadi hali. Mashalloh, xudo xolasa. Aka, buni soni nechta? Soni 38 bosh. 38 bosh. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor, pichmaqtasi yo'q.
Taxtab pishmasi yo'q. Kellaga toza qo'zilar. Aha. 10 oylik, xudo xolasa, yosh oylik 10 oylikka beraveramiz. Aha. Yosh oyligi 10 oylik, yaxshi. Aka, bular 7 ish sinovdan o'tdimi? Voy. Bemalol sinov olishora, men sinadim. Aha. Bir hafta kafolati bor. Yana Yemagan, ichmagan qo'y bizga yetadi. Albatta. Bizniki undan qo'yni yaxshi ko'ramiz. Albatta, xudo xolasa Xudo gap yo'q. xolasa yeb ichsin, yeb ichari zo'r. Demoqchimanki, yemay ichmaydigan qo'y emas. Yeb ichar sinovda o'tgan. Xudo xolasa yuzimiz yorug' bo'ladi. Inshaalloh. Xudo xolasa. Baraka topishadi. Bo'ldi. Aka, bular narx-navosini qanaqa qilamiz inshaalloh, xudo xolasa. Mana kechmag'unda video qilyapmiz. Xudo xolasa kanalni rivojlanishi iloji boricha narx yo'lda qo'yyapmiz. Bozorga bemalol solishtirib kelishaveradi. Rosa bozorda aylanib kelishsin. Bozorlardan qilib beramiz. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Qani? Mana uni Ozodbek, Oybekjon. Xo'p. Arzon qilib beramiz dedim. Arzon xudo xolasa. Gap yo'q aka. Xo'p. 4 million 600 ming so'mdan olgan odam maza qilsin, xayriga nima o'tib beraman. 4 million 600 dan 38 ta. Ha. Optim bir joyga. Optim bir joyga. Bu hozirgi birinchi partiyani ukalari. Ukalari. Ha, shunda 400 ming so'm ranjisa bo'ladi ikkalar orasida. Endi buni kamichi Ravshanbek aka? Kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Kamini qilib berasiz. Qancha qilib berasiz? O'zingiz aytingchi. Endi buni hisob kitobingizni qiling. Yo'q, 50 ming o'tib bersak bo'lmaydi. Aha. Bo'ldi, 100 mingdan kam bo'lsin. 4,5 milliondan. Ha, 4 million 500 ming so'mdan. Ravshanbek aka. Xayr, g'amni o'tib beraman. Qarang, qo'lda bering Ravshanbek aka. Inshaalloh obunachilar nomidan tortishyapmiz. Hop. Hech kimda aytgani bo'lmaydi. Hop. Kanalda rivoj uchun, yangi bo'lajak obunachilarimiz uchun 4 million 400 ming so'mdan 100 ming so'mni o'tasiz. Rozi bo'lasizmi? Xursandchilik bilan. Mashalloh, gap yo'q aka. Olgan maza qilsin. Olgan maza qilsin. Aka-ukalar tavsiya qilamiz, obunachilar. Qo'ylar zo'r. Aka-ukalar, bu qo'ylarni xudo xolasa olinglar, boqinglar, maza qilinglar, foydani qilinglar. Boqish sirlarini universal, xudo xolasa konkret tarzda olib borib, chiroyli qilib boqib berishga harakat qilamiz, ko'rsatib berishga. O'zimizda qo'ylar bor, o'sha qo'ylarni boqish sirlaridagi chiroyli video qilib, xudo xolasa elimizga, yurtimizga manfaatli bo'ladigan videolarni, obzorlarni qilishga harakat qilamiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsalaring, inshaalloh videolarni chiqarishda davom etamiz. Qo'ylarni ham mana konkret arashan deysizmi, ayiq polvondan deysizmi? Obunachilar, biz 3-chi partiya qo'ylarimizni ko'rsatyapmiz inshaalloh. Qo'ylar zo'r inshaalloh obunachilar. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, like bosib, kommentariyada otangga rahmat deb sizlardan motivatsiya olgan holda mana bunday qo'ylarni eng arzon joyidan, nomer 1laridan, qo'ylarni sifati bo'yicha tortishadigandan, eng qizig'ichi narx qulaylardan chiqazib beramiz inshaalloh. Qidirib yurgan holda. Kimdan deysizmi, o'sha arzonchi Optim qishlog'idagi eng arzonchi akamiz Ravshanbek akamdan. Oybekjon, xudo xolasa, Tepani kanalda rivoji uchun hissamizni qo'shamiz. Gap yo'q aka. Inshaalloh. Olgan odam maza qilsin, baraka topsin. Xudo xolasa, narxlar juda ham qulay. Xo'p. 4 million so'm yo'q. 3 million 900 ming so'mdan olgan maza qilsin. 10 oylik qo'ziqoch qo'rlar. Olgan maza qilsin. Olgan maza qilsin, xayrga nima o'tib beraman. Aka, qo'lni bering. 20 bosh. Bu safar tortishmayman. Sababini aytaymi? Ayting. O'zingiz bilasiz, o'zimiz ham qo'y boqamiz. 50 ta 100 ta 2 ta inshaalloh. Qo'ylarni ko'rib turibman. 3 million 900 dan olganga ham olgan maza qiladi. Shuni ichida dastavka qilib berasizmi? Qilib beramiz, xudo xolasa. Dastavkani o'ylashmasin, bepul, xudo xolasa Samarqandga yetkazib beramiz. Kuribni olganga. Bitta ikkitalar vodiy bo'ylab bemalol telefon qilishaversin. Toshkentgacha kam 5 ta olsin. Yo'llar yomon bo'lib qoldi. Shunga qarab, xudo xolasa yetkazib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q aka. Alloh rozi bo'lsin. Olganga xayri bor. Xayri bor. Tanlab olishgachi aka? Tanlab olarga 100 ming so'm pilis. 100 ming so'm pilis. Gap yo'q aka. Qo'ylar mana obunachilar. Qo'ylar zo'r, ishtahlari yaxshi. 7 ish hammasi sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tgan. Gap yo'q. Bandalari ham bor. Ayiq polvonlar. Mana shu zotga ham bo'laveradi inshaalloh. Dumbaraz res, kastang, garbonos oyoqladi, qaranglar obunachilar oyoqladi. Mashalloh. Aka-ukalar, obunachilar soni 20 bosh. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 3 million 900 ming so'mdan tanlab olishga 100 ming plisi bor. Dastavka Samarqandgacha, Toshkentgacha kamida 5 ta olsa, aka-ukalar xudo xolasa arzon narxlarda yetib boradi. Og'ir partiyaga zo'rlar Oybekjon.
Bundan ham pul yengillari. Bundan ham pul yengillari. Yangi xo'jaliklarga xudo xolasa bundan ham yengillari. Gap yo'q aka. Gap yo'q aka. Aka ukalar, 3-partiyamizning ukalaridan 4-partiyamizga navbat keldi. Narxlari bomba. Like bosib, komment yozib, otangga rahmat deb obuna bo'lishga arziydigan darajada mana bunday arzon qo'yiladi bizga yetkazib